Sen oting nima edi? Hayotbek. Hayot Qo'qondan. Qaysi qo'shilasiz? To'y bo'ladi. To'y bo'ladi. Как раз mos senga kim qarasiz? Uchradi menga o'sha qiz yana, yuragim etdi unga jiz yana. Xuddi siz xohlaganingizdek ona, bo'lasiz endi qaynona. Uni sevgi deydilar hoynahoy, o'sha yomon qizda yoqimtoy. Voy voy, otasi bitta qizi erkatoy, go'yoki osmondagi oy. Tez kunda to'y, bu kunlar yaqin yuragim, to'yimga Imron akam keladi. Siz duolar qiling ona, tez kunda to'y bo'ladi. Bu kunlar yaqin yuragim sezadi, to'yimga Shukur akam ham keladi. Siz duolar qiling ona. Rahmat. Mana qara. Bu sana konserting bo'lyaptimi? Mikrofonni olib o'zingni uyingda, uyada, katta xonangda, uyda, uyada yoqib yuribsa, xalqqa xuddi san tanigan Michaelga o'xshab nima qilib qo'yapsan? Ma'zani ketingdan alagan itiga o'xshab yurma yodingda. Hey, yomon qilib. Men hayron qoldim men. Men chetda qolib ketdim o'zi. Yana meni suqat hada. Voy malades. Qoyil lekin. Endi oxiri mimikasi qarang. Ay shunaqa bo'lib qoldi. Voy mana san'at qadda qaranglar, mana kutilmaganda xalqning ichidan chiqib keladi shunaqalar. Xurda yerdan qo'ziqori shunday chiqib keladi-yu. Ha, Malikaxon qarang, bu ko'pchilik ashula chiqolmagan ish qildi bu bola hozir. Birinchi marta chiqishi. Xuddi o'zini Qo'qonda yurgan hovlisiga o'xshab yurib qoldi.